Assalomu alaykum. Hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi barcha do'stlarimiz, hammangiz sog'misiz, salomatmisiz? Xayrli kun barchaga. Hammangizning xabaringiz bor. Ko'pchilikning xabari bor, aniqrog'i. Kuni kecha yana biz Farg'ona viloyatiga bordik. Qo'qon tumanlar aro fuqarolar ishlari bo'yicha sudda qatnashib keldik. Ko'pchilik so'rayapti, bu mavzu tugaydimi, yo'qmi? Qachongacha davom etadi? Shuncha gaplashdik bu mavzular haqida. Hamma ko'rdi, bildi, sudlar qarorini eshitdi. Sudyalar shaxsan o'zlaridan qachon tugaydi bu mavzu? Bu keysni yakunlaymizmi, yakunlamaymizmi degan juda ham ko'p fikrlar, mulohazalar bo'lyapti. Aytmoqchi bo'lganim, o'zi azaldan ham bir ishga kirishsam oxirigacha yetkazmaguncha qo'ymaydigan odatlarim bor. Shuning uchun ham Telegram kanalimda, gruppamdagi bir qancha obunachilarimizning, ko'plab obunachilarimizning talab va iltimoslariga ko'ra kecha aynan Farg'ona viloyatida Qo'qon tumanlararo fuqarolar ishlari bo'yicha sudida qatnashib vaziyatni, holatni yana ko'rib keldik. Xo'p, sud haqida gaplashamiz. Kecha ketishimda yo'lda kichikroq bir efir qildim. Kichkina ham deb bo'lmaydi, bir 28 minutmi bo'libdi. Efir qildim. Ya'ni u efirda aynan o'sha Tuschi xola masalasi bo'yicha efir bo'ldi. Xola ertalab 7:30dan Samarqand viloyatida ekanliklarini va u yerdagi holatgacha bo'lgan vaqtda o'sha ijtimoiy tarmoq faollari tomonidan xolaga nisbatan har xil turli fikrlar, negativ fikrlar bo'layotganlari haqida gapirib, xafa bo'lib, e'tibor bermang, qo'ying, ko'rmang desam, qanday e'tibor bermaslik mumkin? Hamma qarindosh urug'im yo boshqalar ko'ryapti. Vaziyat aslida unaqa emas-ku. Nima uchun bular yolg'on axborot tarqatadi? Nima uchun yolg'on ma'lumotlar beradi? deb xafa bo'ldilar. Keyin o'shani nima desam ekan, jahlidanmi, o'shani bir nima deydi? Yaxshi emas-da, xullas kalom onaxonlarni, onajonlarni, onamiz tengi ayollarni chaynab gapirib yurish yaxshi emas. Albatta huquq tartibot organlariga murojaat qildilar onaxon va o'ylaymanki, huquq tartibot organlari o'sha ijtimoiy tarmoqlarda chiqib olib, og'zini to'ldirib, xolani sha'niga, shaxsiyatiga, qadr-qimmatiga tahdid qilib, obro'sizlantirib, yolg'on ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoq orqali barchaga sizdirib kelayotganlari bo'yicha javobini beradi deb o'ylayman. 102 ham qilganlar, kerakli huquq tartibot organlariga borib ham murojaat qilganlar. U masalalari hali yoritishda uni ham davom etamiz. U xola ham xudo xohlasa bir yaqin kunlarda bir kelib qolsalar, shu ofisda o'tirib u masalalarni ham keyinroq bitta efir qilib joylaymiz. Xullas, demak ketdik. Farg'ona viloyatiga bordik. Endi u yerda men bu holatni nima uchun hozir aytib o'tib ketyapman? Sababi juda jahl bilan hali ham 1-2 soatlardan keyin qildim u efirni, chunki men bir 7:30larda gaplashgan bo'lsam, efirni soat 9:30larga yaqin qildim. Ya'ni yo'lda ketayotganimizda rulda shofyorlarimiz, yigitlarimiz bor edi. Men shu yonda o'tirib turib efir qildim va ba'zi bir ijtimoiy tarmoqdagi kundosh dugonalarim bor-ku, bu mavzuni rosa ura qilib ko'tarib yurgan. Ana shu kundosh dugonalarimga o'zlarini tilida tushunadigan qilib, o'zlarini tilida gapirib tushuntirib qo'ydim. Shuning uchun siz pedagog bo'lgansiz, siz yurist bo'lyapsiz, siz rahbar bo'lgansiz, ko'p yillar, ko'p kollektivlar bilan, ko'pchilik bilan, jamoat bilan ishlagansiz. So'kib tashladingiz, urishib tashladingiz degan ba'zi bir do'stlarimiz ham bo'lishdi. Men aytdim,
Endi har kim o'zini tilida gapirsa, shunda yaxshiroq tushunishar balki. Hech tushunishmayapti. Boshqalarni ham bir qancha marta ogohlantirgandik. Hech tushunmadi. Yakuni yaxshi bo'lgani yo'q. Bundan biz xursand ham emasmiz, lekin bularga ham xuddi shu kabi o'zlarini tilida ozgina ogohlantirish berib tushuntirib qo'ydim. Endi tushunsa, tushunmasa tushuntirib qo'yishadi vaqt soati kelganda deb o'ylayman. Xullas kalom, Farg'ona viloyati Qo'qon tumanlararo fuqarolik sudida kecha sud bo'ldi. Sud soat 14:30 ga belgilangandi. Biz yetib bordik. Kirishimizdan bir qo'shtirnoqchidagi janjal bor. Janjal bo'ldi, u bo'ldi, janjal qildi o'sha yerda. Seni yoningda ana bir joyingga bosh urib yurgan kundoshlarim bor-ku, ular qiladi janjalni. Men o'zim bilaman qayerda nima deb gapirishsa, menga hech aql bermay qo'yaver. Seni aqling menikidek bo'lishiga hali million yil bor. Sabr qilib tur. Hali unga ham yetib kelamiz. Keyin xullas kalom kirishda pasportingiz bormi? Pasportingizni ko'rsating deyishdi. Keyin men aytdim, mana udostvereniyam bor. Hujjatim bor, mana shunday yozib oling desam, pasportingiz yo'qmi? Pasportingizni olib keling, deyapti menga. Keyin men aytayapman, menga qara, mana bu hujjat, huquqiy, qonuniy hujjat bu. Mana shunda nomeri, raqami turibdi. Shundan yozib olishing mumkinmi yoki shuni yozib olish darajasiga aqling yetmayaptimi deb gapirdim. Keyin yondagi boshqa 3-4 ta yigitlar bor ekan, "Yo'q, bering" deb keyin olib hujjatimizni registratsiya qilishdi. Keyin shundan keyin kirib ketdik. Endi uni nazarida emish, bu janjal emish, bu to'polon qildi, janjal qildi deb gapirganini Sezgiruz saytida ko'rib qoldim. Men aytdim, senga gap topilmayapti endi nimadir deyishing kerak-ku, sen ham oldindan chiqib deb qo'ydim. Xullas kalom, sud 14:30 da edi, lekin 14:30 da boshlanmadi. Soat 16 dan oshgandan keyin men o'sha fuqarolik ishlari bo'yicha sudning raisiga kirmoqchi bo'ldim. Chunki oradan 1,5 soatdan oshiq vaqt o'tib ketdi. Nima uchun sud protsessi boshlanmayapti deb keyin sudyani o'zi chiqib qoldilar. Yordamchilariga aytganim, keyin sudyani o'zi chiqib qoldilar. Boshlamaysizlarmi deganim. To'g'ri, ozgina xonamiz bitta remont ishlari davom etayotgandi. Shuning uchun ozgina kechikish bo'lyapti. Hozir boshlanadi dedilar. Keyin shu bilan xullas kalom sud soat 16:15 da oshganda boshlandi. Shuna qilib boshlandi. Endi bu sud nima haqida, kim haqida tushunmayotganlar uchun ozgina tushuncha berib ketaman. Hammangizni xabaringiz bor, Quva tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudida Akmal Hajayev hamda Jasur Rasulovlarga nisbatan sudning hukmi o'qilgan, sud prosesslari birinchi instansiya bo'lgan. Undan keyin Andijon viloyatida kassatsiya instansiyasida sudlar bo'ldi. Hammangizning xabaringiz bor. Bir qancha marta borib, o'sha sud proseslarida qatnashib, o'sha yerdagi bo'lgan hodisa, voqea, suddagi holatlar haqida sizlarga ma'lumot berib kelayotgandik. Endi kechagi sud aynan o'sha Akmal Hajayev hamda Jasur Rasulovlarga nisbatan moddiy va ma'naviy zararni undirish masalasi bo'yicha bu yerda da'vogarlar Qurbonali Abdurahmonov hamda Gulirano Qosimovalar. Endi ular alohida ariza berishgan sudga. Qurbonali Abdurahmonov 10 milliard 80 millionga yaqin pul so'rabdi, moddiy, ma'naviy. Moddiy 80 millionga yaqin, ma'naviy zarar esa 10 milliard ekan. Gulirano Qosimova ma'naviy zarar so'rabdi, u 10 milliard ekan. Xullas alohida sud ikkalasini qo'shib yormaymiz. Ikkalasi 10 milliard so'ramagan, alohida so'rashgan pulni. Birinchi demak Qurbonali Abdurahmonovni biz endi sal qisqaroq qilib aytamiz, soliqchi deb. Sobiq o'sha Furqat tumani soliq inspeksiyasining rahbari Qurbonali Abdurahmonovni demak o'sha moddiy ma'naviy zararni undirish maqsadida bergan arizasiga ko'ra Qo'qon tumanlararo fuqarolik ishlari bo'yicha sudida sud boshlandi soat 16:15 da. Demak, sudya har ikki holatda ham bitta sudya, Norif ekanlar familiyalari. Advokatlar Gulirano Qosimova va Qurbonali Abdurahmonovning advokati o'sha jinoyat ishlari bo'yicha sudlarda
advokat bo'lib kelayotgan yoshi kattaroq yoshdagi advokatimiz, himoyachimiz va Hajayev hamda Jasur Rasulovlarni alohida himoyachilari bor. 3 nafar advokat qatnashdi. Endi sudlanuvchilar bu safar VKSdan ham o'zlari ham endi kelib qatnashish imkoniyati yo'q u yerda. Shuning uchun ishonchli vakil qilib har 2 nafar sobiq ichki ishlar xodimlarining otalari ularning ishonchli vakillari bo'lib qatnashdi sud jarayonida. Xullas, soliqchi chiqib birinchi gapirdi. Ya'ni 10 milliard zarar so'rayotgani, 3 oy davomida ishsiz qolib ketgani, undan keyin hozirda soliq inspeksiyasining rahbari emas, xodim bo'lib ishlayotgani, shuni orasidagi farq moddiy yordam sifatida ma'lumotlar kiritgan ekan. 3 oy ishlamaganiga 34 millionga yaqin pul so'ragan ekan. Orasidagi farq ham o'sha taxminan shu 30 million atrofida va yana qanaqadir xullas kalom zararlar. Undan tashqari soliqchini otasi olamdan o'tgan ekan 15 dekabr 2025-yil kuni va hayvon ham farzandini, bolasini bolam deydi, unga bir zirabcha kirsa, uni ham joni achiydi, boshqa degan gaplar gapirib tashadi. Xullas kalom, shular uchun so'rayman, men o'sha bulardan so'rayotgan 10 milliard pul aslida kam, men undan ham ko'p so'rashim mumkin edi va hokazo gaplar gapirdi. Bu moddiy ma'naviy zarar so'rashimga 2025-yil 17-aprel kunidagi holat sababchi bo'ldi. Ichki ishlar xodimlari borib Akmal Hajayev, Jasur Rasulovlarni topshirig'i bilan mana shu ishlar bo'lmaganda bunaqa holatlar bo'lmasdi. Men hozir ko'chaga ham chiqib yura olmay qoldim, mahalla kuyga, do'stlarimga qo'shila olmay qoldim. Bular soliq inspeksiyasining ichki xavfsizligiga yolg'on ma'lumotlar bergan, meni obro'sizlantirgan va hokazo bir qancha gaplarni gapirdi. Quda andalarimiz, qarindosh urug'larimiz, qo'ni qo'shnilarimiz mahalla kuyini oldida chiqa olmay qoldim. Yer yuzidagi hammaga tarqalib ketdi. 80% odam ko'rdi. Menga nisbatan pastkashlik qildi. Quva tumani sudida aybi isbotlandi. Isbot dalil faktlarini biz hammasini taqdim etdik. 6 ta modda bilan javobgarlikka tortilib, 5 tasi bilan bu isbotlandi. Buni Andijon viloyati kassatsiya instansiyasi sudi ham o'z isbotini topdi. Sudida ham hozir men juda ham stressdaman, ko'p lecheniya olyapman, ko'p davolanyapman. Kim meni o'rnimda men haqimda yomon fikrda bo'ladigan bo'lsa, meni o'rnimda o'tirib ko'rsa, meni o'rnimda bo'lib ko'rsa, qanchadir muddat o'shanda asl holatni biladi deb endi juda ko'p gaplarni gapirdi soliqchi. Keyin shundan keyin sudya savol berdi. Ish haqi haqida so'ragan ekansiz. Moddiy yordam o'sha haqida ham gapiring. Nimalarga asoslanib moddiy yordam so'rayapsiz dedi. Meni dedi soliq boshqarmasi shoshma-shosharlik bilan Farg'ona, e'tibor beramiz, Farg'ona viloyati soliq inspeksiyasi boshqarmasi, ya'ni o'sha ichki ishlar xodimlari Akmal Hajayev va Jasur Rasulovning yolg'on ma'lumotiga ishonib, sizlar shoshma-shosharlik bilan Qurbonali Abdurahmonovni ishdan o'sha kuni bo'shatgan ekansizlar. Kechasi ariza yozganman, boshqa dedi. Undan keyin prokurorlar dedi bu holatlarni o'rganib chiqib, sizni yolg'on nohaq ishdan bo'shatgan ekan degan xulosaga kelib, meni aybsizligimni mana isbotlandi. Va o'sha paytda men 3 oy davomida oylik ola olmay yurdim. Demak, uni oyligi taxminan 11 million atrofida ekan. 3 oyligi 34 millionga yaqin. Maydalari ham bor, 33 million yondasi chemda xullas kalom. Aybsizligim isbotlandi. Oyliklarimda orasidagi farq mana oldin inspeksiya
Furqatda soliq inspeksiya rahbari bo'lib yurganimda ko'p oylik olardim, hozir oyligim kamayib ketdi deb gapirdi. Shundan keyin advokatlar savol berishni boshlashdi. Ish haqidagi tafovut bormi? Ish haqini orasida, ya'ni u oldin qancha olardingiz, hozir qancha olardingiz, tafovut bormi dedi. Hozir endi oddiy xodimman. Men kam oylik olyapman, u paytda ko'p oylik olardim dedi. Da'vo arizalarni hammasini ilova qildingizmi bergan arizangizni? Chunki men dedi bugundan boshlab qatnashyapman bu ishda, hali to'liq ma'lumotga ega emasman dedi o'zini advokati. Shunaqa deganda hammasini berdim, topshirdim dedi. Keyin otam o'ldi deyapsiz. Bu holat bo'yicha o'lim hujjatlari, qog'ozlari, shularni ham taqdim etgansizmi sudga dedi. Har qanday ota o'g'liga nisbatan bunaqa nohaqlik bo'lishini, bunaqa sharmandalik holatni ko'tara olmaydi. Men ishdan bo'shaganim uchun va mana shu butun olamga tarqab ketgan videoni orqasidan otam shu holatlarni ko'tara olmasdan oldin hech qachon yurak xuruji bo'lmagan otamda, yuragi og'rimagan, yuragi og'rib, yurak xuruji bo'lib va olamdan o'tdi deb aytdi. Endi shundan keyin boshqa himoyachilar savol berib ketdi. Sizni ishdan bo'shatish vakolati Akmal Hajayev hamda Jasur Rasulovlarda bormidi dedi. Sizni kim ishdan bo'shatdi? Sizga Akmal Hajayev, Jasur Rasulov ishdan bo'sha, arizang yoz deb aytdimi dedi. Yo'q dedi. Kim bo'shatdi sizni deganda, Farg'ona viloyati soliq inspeksiyasining ichki xavfsizligi bo'shatdi. Bu butun respublikagacha yetib bordi deb aytdi menga. Rahbarlargacha bordi. Shuning uchun arizang yoz dedi. 3 ta holat bo'yicha buni aybliligi isbotlanib, shuning uchun bo'shagan ekan. Ya'ni xizmat mashinasini, xizmat avtomobilini o'zini xizmatdan tashqari, ish vakolatidan tashqari holatda ishlatgani uchun, ya'ni farzandlarni ertalab maktabga olib borib, maktabdan olib chiq, ularni turli to'garaklarga, sport musobaqalariga, boshqalarga olib borib yurgani uchun ekan. Ikkinchisi o'sha odob axloq qoidalariga xullas kalom amal qilmagani va boshqa holatlar haqida gapirishdi. Savol javoblar bo'lib ketdi. Akmal Hajayev bilan Jasur Rasulov sizga ariza yozing deganmidingiz? Uni shunaqa vakolati bormi deganda, yo'q, ular yolg'on ma'lumot bergani uchun biznikilar shoshma-shosharlik bilan aniqlamasdan, vaziyatni to'liq bilmasdan, ko'rmasdan menga arizang yoz deb boshqarma boshlig'i aytdi. Men shuning uchun arizamni yozdim deb aytdi. Xo'p, majburlab ariza yozdirdimi shunda sizga? Siz arizangizda o'z xohishim bilan ishdan bo'shatishingizni so'rayman deb yozgan ekansiz-ku deganda, shunaqa deb aytdi boshqarma boshlig'i. Men shuning uchun keyin o'z xohishim bilan deb yozdim, lekin bosim bo'ldi menga dedi. Xo'p, boshqarma boshlig'i ariza yoz degan ekan, shuning uchun ariza yozgan ekan. Endi bu Akmal Hajayev bilan Jasur Rasulovni meni ishdan bo'shatishimga sabab bo'ldi deb aytdi o'sha joyda. Tekshiruvlar bo'lgan ekan. O'sha tekshiruv xulosalari to'g'risida xabaringiz bormi degan savollar bo'ldi. U yo'q, men o'qimaganman, tekshiruv haqida hech qanaqa xabarim yo'q deb javob berdi. Buyruqni bekor qilish bo'yicha agar sizni haqiqatan ham Farg'ona viloyati soliq boshqarmasi rahbari, inspeksiyasining rahbari agar sizga haqiqatan ham tazyiq o'tkazib, majburlab ariza yozdirgan bo'lsa, shoshma-shosharlik qilgan bo'lsa va o'sha noqonuniy bo'shaganman, meni aybim yo'q deb o'ylasangiz, nima uchun o'sha buyruqni, sizni ishdan bo'shashingiz to'g'risidagi buyruqni bekor qilish to'g'risida birorta huquq tartibot organlariga yo sudga berib ariza kiritdingizmi deganda, yo'q, kiritganim yo'q, endi mo'ljallayapman, endi kiritmoqchiman dedi. Nima uchun bermadingiz shu paytgacha deganda, meni hali u narsalarga vaqtim bo'lmadi deb javob berdi. Otangizning yurak kasalligi bormidi, kasallanganmidi degan savollarga, yo'q, oldin hech qachon kasallanmagandi. Yana o'sha gap bir 4-5 marta qayta aytdi. Hayvon ham bolam deydi. Bolasiga biror narsa bo'lsa, unga mana bo'ladi. Shuning orqasidan men dadam vafot etdi yurak xuruji bilan
agar bular men haqimda mana shunaqa ma'lumotlar tarqatib, meni obro'sizlantirib, sharmanda qilmaganda, meni otam o'lmasdi deb gapirdi. Xo'p, biz-ku odammiz, odamlar ham o'zini bolasini bolam deydi-ku deb gapirdi. Ekspert xulosasi bormi? Otangizni aynan vafot etganiga sabablari va unga aynan Akmal Xo'jayev hamda Jasur Rasulovlar aybdor ekanligi to'g'risida ekspertiza xulosalari bormi deganda, yo'q, ekspertiza qildirmadim, olib borib xullas ko'mdik deb gapirdi. Hozir agar o'sha otangizni haqiqatdan ham Akmal Xo'jayev hamda Jasur Rasulovlar o'ldirdi deb hisoblayotgan bo'lsangiz, eksgumatsiya qilishga rozimisiz dedi. Bu eksgumatsiya nima ekanligini ijtimoiy tarmoqdagi do'stlarimiz bilsa kerak, kuzatuvchilarimiz bilsa kerak. Ya'ni bu vafot etgan, olamdan o'tgan, ko'milgan odamlarni borib ochib, boshqatdan ekspertiza qilishadi va ekspertiza xulosalarini taqdim etadi. Masalan, sud bu narsani lozim deb topsa, eksgumatsiya qildirishga o'zlari demak ajrim qiladi. O'shandan keyin o'sha ekspertlar borib o'sha qabrni ochib, undagi mayitni deymizmi, xullas olib ekspertiza qilishadi. Shu narsaga rozimisiz degan savol berildi. Xo'p, qaysi yuz bilan shu savol berilganda men qaysi yuz bilan murojaat qilaman? Meni sharmanda qilib tashlashdi-ku, boyagi arizam bo'yicha sharmanda qilib tashlashdi-ku. Men endi qaysi yuz bilan ular ustidan murojaat qilaman degan gaplar ham ketdi. Eksgumatsiya qilishga rozimisiz deganda, keyin shu yerda yo'q deb javob berdi. Adashmasam, chunki bu yerda sudya ham bu holatga biz o'zimiz bahomizni beramiz, keyingi savolga o'ting deb gapirishdi. Meni rosa tahqirlashdi. Akmal Xo'jayev bilan Jasur Rasulov meni tahqirlashdi, meni majburan ushlab turishdi. Meni yana shu yerda bitta gapni ishlatib ketdi. Meni majburan ushlab turishdi. Meni shaxsiy daxlsizligimga daxl qildi. Xizmat uyimga nima haqqi bor edi ularni kirishga va shu yerda yana meni urib yechintirdi degan gapni yana qo'shib aytib ketdi. Keyin anchadan keyin o'sha Akmal Xo'jayevning dadasi savol berdi. Sizni haqiqatdan ham Akmal Xo'jayev urib yechintirdimi desa, men unaqa deganim yo'q dedi. Shunday unaqa deganim yo'q deganda shu joyda advokat ham yechintirdi deb aytmadi-ku dedi. Xullas kalom chalkash holat bo'lib qoldi. Xo'p, meni yalang'och videolarimni siz qaysi holatni o'zingizga tahqirlashdi meni deb hisoblaysiz? Qaysi holatni tahqirlashdi? Ya'ni sizni qanday qilib tahqirlashdi bular? Aynan Akmal Xo'jayev bilan Jasur Rasulov qanday qilib tahqirlashdi dedi. Yalang'och videolarimni butun olamga tarqatib yubordi, deyapti. Endi hammamizning xabarimiz bor. Jasur Rasulov bilan Akmal Xo'jayev 28-noyabr 2025-yil kuni hibsga olingan sud zalining o'zidan. Ular masalan birorta videoni birorta ijtimoiy tarmoq faoliga yo bo'lmasa o'sha Eltuzda chiqqan birinchi istochnik deyishyapti. Ya'ni birinchi chiqqan ma'lumot Eltuzda chiqqan bo'lsa, Eltuzga qanday berib, ular qanday tarqatib qo'yishi mumkin degan savol menimcha meni qiziqtirdi. Sizlarni ham qiziqtirsa kerak. O'zingizlarda shu kommentariyalarda yozib ketasizlar shu savollarga javobni. Keyin fleshkaga yozib videolarimizni sudga taqdim etgan deb aytdi. Shu yerda himoyachi savol berdi. Siz sudga fleshkada yozib olib, o'sha videoni telefondami yo'q qaysidir apparatida bo'lsa, o'shandan fleshkaga yozib olib sudga taqdim etishni bu ijtimoiy tarmoq orqali yo bo'lmasa tahqirlash deb hisoblaysizmi yo buni tarqatish deb hisoblaysizmi degan savol bersa, men savolga javob berdim deb javob bermayapti ko'p savollarga. Keyin sudga fleshkada berish tahqirlash hisoblanadimi, hisoblanmaydimi desa, men shunaqa deb hisoblayman dedi. Butun dunyoning 80% ko'rdi bu videoni, men shundan tahqirlandim. Ichki ishlar binosida ushlab turildim, telefonlarimni olib qo'ydi deb yana o'sha gaplar aytilyapti. Keyin ora-orada sudya janoblari aytdilar, bu jinoyat ishiga xos bo'lgan savol-javob yo bo'lmasa jinoyat ishida ko'rilgan, sudda ko'rilgan holatlarga o'tib ketmanglar.
hammanglar o'sha mana shu faqat moddiy ma'naviy zarar to'g'risida savol javoblar qilinglar deb 2-3 marta qayta ta'kidlab o'tdilar. Meni xizmat uyimga bular noqonuniy ravishda kirdi. Nimaga kiradi? Kirmaslik kerak edi dedi. 6 ta moddadan bittasi olib tashlandi, qolgan 5 ta modda qoldi. O'sha 5 ta moddasida siz qaysi birida o'zingizni jabrlangan va tahqirlangan deb hisoblaysiz? 5 ta moddani, qo'yilgan 5 ta moddani qaysi birida dedi? Hammasida dedi. Yo aynan keltirib bering, qaysi birida siz tahqirlandingiz? Masalan, ichki ishlar xodimlari hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirmadi degan modda qo'yilgan bo'lsa, uni sizga tahqirlanishingizga nima aloqasi bor? Deganda arizalar yozdirtirgan, tushuntirish xatlari yozdirtirgan, boshqa o'shanaqa gaplar haqida gapiryapti. Baribir hammasini menga nisbatan tahqirlash deb hisoblayman deb javob berdi. Pastkashlarcha qilgan qilig'i deb orada gapirdi, o'sha ichki ishlar xodimlarini, sobiq ichki ishlar xodimlarini. Keyin savol berdi. Himoyachi pastkashlarcha deganda nimani nazarda tutyapsiz? Deganda o'sha qo'ni-qo'shnilarim oldida boshim egilib qoldi, boshqa deb. Keyin shu yerda himoyachi bitta zo'r savol berdi. Xo'p, o'sha holatda, o'sha vaziyatda, o'sha 2025-yil 17-aprel kunidagi vaziyatda siz o'zingizni aybdorman deb hisoblaysizmi deganda yo'q dedi. Meni hech qanaqa aybim yo'q dedi. Unda dedi, siz nima uchun qo'ni-qo'shnilarning oldida boshingiz egilib qolish kerak? Yo bo'lmasa nima uchun tahqirlangan bo'lishingiz kerak? Yoki nima uchun pastga bemalol yuravering? Nimadan tahqirlangan hisoblayapsiz? Siz aybingiz yo'q-ku degan savol berganda meni videomni olib, yechintirib tarqatib yubordi deb yana ajoyib sud bo'ldi, to'g'risini aytsam. Siz aybdorman deb o'ylaysizmi? Yo'q dedi. Meni yalang'och qilib o'sha videoga olgan. Keyin ichki ishlar xodimlari shunaqa qilib meni o'zimni shaxsiy fikrim bu yechintirgan, yechgan degan shunaqa gaplar bo'lib ketdi. Bularni noqonuniy ishlarini orqasidan dedi, ikkita ichki ishlar xodimlarini noqonuniy ishlarini orqasidan men mana hozirgacha tahqirlanib, bosh ko'tara olmasdan, pastkashlarcha qilgan ishning orqasidan shunaqa holatga tushdim dedi. Agar ichki ishlar xodimlari o'sha kuni xizmat uyimga bormaganda, videoga syomka qilmaganda, meni boshimga bu ish tushmasdi va hozirgi kunga qadar o'sha ichki ishlar xodimlari ham, men ham o'z lavozimimda, xizmat vazifamda ishlab yurgan bo'lardim deb gapirganda, shu yerda himoyachi savol berdi. Advokat, aytingchi, siz qayerdan bilasiz? Sizga necha yilga buyruq chiqarilgandi? Shunaqa buyruq bormi? Masalan, siz 5 yil ishlaysiz, qanday holat bo'lishidan qat'iy nazar, yo bo'lmasa 3 yil ishlaysiz, yo nomuayyan muddatga chiqarilganmidi sizni buyrug'ingiz? Qanday qilib masalan siz hozirgacha ishlab yurgan bo'lishingiz mumkin edi? Balki ishdan ketishingiz mumkin edi yoki ichki ishlar xodimlari boshqa sabablarga o'tishi mumkin edi deganda, men bilan bir kunda buyrug'i chiqqan palonchi tumanni soliq inspeksiyasining rahbari kecha mana 2 kun oldin boshqa tumanga inspeksiya rahbari bo'lib o'tdi. Masalan, men ham hozir ishlab yurgan bo'lganimda, hozir men ham boshqa tumanga balki o'tib ketgan bo'lardim, hali ham ishlab yurgan bo'lardim dedi. Endi meni fikrim bu, meni subyektiv fikrim bu, aynan bu holatlarda hammani fikri shunaqa bo'lsa kerak. Hech kimga bu amal bog'lab berilmagan. Balki bugun ketarsan, balki ertaga ketarsan. Endi bu sabab bo'lgan bo'lishi mumkindir, lekin seni masalan Farg'ona viloyati soliq inspeksiyasi bosh boshqarmasini ichki xavfsizligi tekshirib, o'rganib, yo bo'lmasa o'sha kuni shoshma-shosharlik bilan, o'zing aytganingdek, shoshma-shosharlik bilan arizangni olgan bo'lsa, bunda bilmadim endi ular qanday holati bor. Endi xullas kalom, bu hali ishlab yurgan bo'lar ekan agar bu voqealar bo'lmaganda va otasi ham shuni orqasidan vafot etmagan bo'lar ekan. Keyin shu yerda savol berdi. Xo'p, onangiz qay holatda vafot etgan deganda, yo'q, onam tirik hali dedi. Keyin himoyachi savol berdi. Aytingchi, masalan, erkaklardan ko'ra ayollar ko'proq emotsiyaga beriladigan, ya'ni ko'p siqiladigan bo'ladi. Sizni onangiz tirik ekan, umrlari uzoq bo'lsin.
Lekin masalan ona vafot etmasdan ota aynan siqilib vafot etib qoldimi degan savol bergani, men bunaqa savollarga javob berishni xohlamayman dedi. Shu bilan mayli hozircha savolimiz yo'q dedi himoyachilar. Undan keyin Akmal Hajayevning dadasi savol berdi. Masalan dedi, meni o'g'lim hozir mana 28 noyabr oyidan beri 28 noyabrdan buyon o'sha hibsxonada. Seni otangdan ham ko'ra ko'proq men siqilyapman. Uni farzandlari men bilan qoldi. Men qiynalyapman. Mana senlar shu paytgacha ijtimoiy tarmoq faollari bilan birgalikda qancha videolar chiqarib, meni farzandimni, Jasur Rasulovni, bizni hammamizni tuhmat qildilaring, yolg'on ma'lumotlar tarqatdilaring. Men qancha qiynalyapman. Seni otang shunga o'ldimi deganday qilib, xullas kalom shunga yaqinroq qilib savol berdi. Keyin sudya aytdi, savolingizni bering, tushunarli, biz tushundik, savolingizni bering degandi. Akmal Hajayev bilan Jasur Rasulov seni yechintirdimi deb savol berdi. Keyin men yechintirib deganim yo'q deyapti yana. Keyin advokat ham yechintirib demadi deb qo'shildilar. Keyin uzr dedi, qo'pol bo'lsa ham aytaman dedi. Senga himoya vositasini Akmal Hajayev bilan Jasur Rasulov kiyg'izib qo'ydimi deb savol berdi. Uzr, menga ham aytish sal noqulay, lekin aytmasam bo'lmaydi, chunki bu savol haqiqatan ham berildi. Shunaqa deganda bu savolni meni shaxsiyatimga tegyapti, boshqa degan to'xtatildi u savol, javob bermadi. Xizmat uyiga Gulirano Qosimovani kim olib bordi dedi. Biz ikkalamiz borganmiz dedi. Ikkalamiz borganmiz. Akmal Hajayev olib bormadimi dedi. Jasur Rasulov olib bormadimi dedi. Yo'q, men olib borganman dedi. Keyin xo'p, olib bormagan bo'lsa, xo'p, o'sha senlar uchrashuvingni, o'tirishingni kim uyushtirdi, kim hal qildi? Shuni tashkillashtirib sizlar olib bordimi o'sha yerga degan savol berganda, yo'q dedi. Xo'p, seni masalan yechintirdimi? Ikkalangni Akmal Hajayev bilan Jasur Rasulov yechintirdimi degan savollar bergandi, yo'q dedi. Bir yechintirdi dedi, bir yo'q dedi. Xullas g'alati anaqa bo'ldi. Keyin 28 noyabrda meni o'g'lim hibsxonaga olingan bo'lsa, sud zalining o'zidan, seni otang 15 dekabrda vafot etgan bo'lsa, meni o'g'lim Akmal Hajayev kelib hibsxonadan, bu nima deb o'tirmaylik, ichimda ham ko'ftan bor aytib qo'y. Keyin hozir shunaqa savollar kelibdi-da, shunga javob berib ketay dedim orada. Meni o'g'lim dedi, kelib seni otangni o'ldirib ketdimi? Shunda dedi, 15 dekabrda o'tgan bo'lsa, ya'ni 17-18 kundan keyin vafot etgan bo'lsa seni dadang, meni o'g'lim qamoqxonadan kelib seni otangni o'ldirdimi? Sen dedi, otangni qabrdan olib chiqib dedi, shuni ekspertiza qildirishga tayyormisan? Hurmatli sud, xullas ekspertiza qilinsin degan gaplarni aytdi. Keyin sud yana biz o'zimizni bahomizni beramiz, to'xtang deb u savollarni ham xullas kalom to'xtatdi. Endi yana o'sha yerda aytayapti, har bir ota hayvon ham bo'lam deydi, boshqa bitta gapni xuddi yodlab olib qayta takrorlayotganga o'xshadi men nazarimda. Javob berdim-ku, bu savollarga javob berdim deb gapirdi. Mahallada yura olmay qoldim deyapsiz. Mana bizga o'xshab agar shu ishlar bo'lmaganda, sen Gulirano Qosimovani xizmat uyiga olib bormaganingda, shu holatlar bo'lmaganda, hozir mana shu holatga tusharmiding? Mana biz yuribmiz-ku, halol bo'lib yuribmiz, bemalol boshimizni ko'tarib yuribmiz deganda, siz nima, meni harom deyapsizmi? Men nima, harom yuribmanmi? Harom deyapsizmi? Meni boshqa deb Akmal Hajayevni dadasi bilan urushib, tortishib ketishdi o'sha yerda. Keyin shundan keyin sudya bu savol javobni to'xtatdi. Keyin yana advokat savol berdi. Tekshiruv bo'lgan kuni ish vaqtida Gulirano Qosimova bilan o'sha xizmat uyiga borgani haqida gapirildi. Xizmat mashinasidan boshqa maqsadlarda foydalanib yurganingiz, o'sha sizni xizmat tekshiruv bo'lganda sizga nisbatan aynan shu holatlar keltirilgan. Ya'ni ish vaqtida Gulirano Qosimova bilan xizmat uyiga borgani vaj qilib keltirib ko'rsatilgan hamda xizmat mashinasidan boshqa maqsadlarda foydalanib yurganingiz ko'rsatilgan. Bularga ham
Akmal Xo'jayev bilan Jasur Rasulov aybdormi hozir shunda? Dedi soliqchi. Ular boshqarmani ichki xavfsizligi boshqarma bu holatlarni tushunmasdan tekshirgan deb javob berdi. Noto'g'ri tekshirgan, tushunmasdan tekshirgan, shoshma-shosharlik bilan tekshirgan degan gaplarni aytyapti. Demak, Farg'ona viloyati soliq boshqarmasi keyingi safar sizlardan iltimos, shoshma-shosharlik bilan, tushunmasdan, o'zingiz bilmasdan boshqa birorta xodimni tekshirmang bunday qilib. Xizmat mashinasidan foydalanishga ichki ishlar xodimlar bo'limining boshlig'i yoki o'rinbosarini qanday aloqasi bor degan savol berildi. U savollarga javob bermadi. Qosimovani xizmat uyiga kim olib bordi? Akmal Xo'jayevmi yo Jasur Rasulovmi? Uchrashuvni sizlarga kim tashkil etib berdi? Deganda siz o'zingiz bilasiz-ku, deyapti himoyachiga. Keyin men siz sudga qarab aytavering, menga javob berishingiz shart emas. Sudga javob bering. Sud bu narsalarga, holatlarga aniqlik kiritish kerak deb gapirdi. Xo'p, tekshiruv noqonuniy bo'lgan ekanligini aytyapti. Xo'p, o'sha tekshiruv noqonuniy bo'lgan bo'lsa, siz shu kungacha masalan Respublika soliq inspeksiyasiga yo bo'lmasa qaysidir huquq-tartibot organlariga yo sudga o'sha yolg'on ma'lumot yo bo'lmasa noto'g'ri tekshiruvlar bo'lgani to'g'risida birorta ariza kiritgansizmi, murojaatlar qilgansizmi deganda yo'q, murojaat qilmaganman deb javob berdi. Xo'p, Abdurahmon shu joyda Akmal Xo'jayevning dadasi aytib ketdi. Bu Abdurahmonov bu holat bo'lishidan oldin ham bir necha marta xizmat uyiga ayollarni olib borib yurgan deganda, xullas turib meni shaxsiyatimga tegyapti, meni haqimda noto'g'ri ma'lumot beryapti deb to'polon qilib ketdi. Xullas kalom, shundan keyin joyga o'tirdi. Undan keyin Akmal Xo'jayevning dadasi chiqib holat haqida gapirdi. Xizmat uyiga o'sha birinchi marta bormagan deganda e'tiroz bildiraman dedi. Shu holatga kelishga kim sababchi? O'zi sababchi. Agar bu Gulira'no Qosimovani xizmat uyiga 17-aprel kuni olib bormaganda shuncha voqea boshiga tushmasdi buni dedi. Meni o'g'lim dedi biron marta dedi. Keyin mana necha oydirki dedi, 6 oydan buyon dedi ijtimoiy tarmoqqa chiqib butun olamga o'zlarini sharmanda qilayotgan bularni o'zlari-ku, o'sha ijtimoiy tarmoqda bu masalalarni keng yoritib yurgan mana bular-ku deb, agar esingizda bo'lsa, o'tgan safargi sud vaziyatini yoritib berayotganda 93 ta o'sha ijtimoiy tarmoqda Gulira'no Qosimova keysi haqidagi chiqqan materiallar to'g'risida ma'lumot berib ketgandim. Xuddi o'shani sudga taqdim etdi. Mana 93 marta chiqib, bular o'zlari sharmanda qilgan. Meni o'g'lim biron marta ijtimoiy tarmoq orqali chiqish qilmagan, bular haqida birorta ma'lumot bermagan, yo bo'lmasa bularni urmagan, so'kmagan, haqorat qilmagan, birorta joyda yolg'on ma'lumot yo tuhmat tarqatmagan. Bular o'zlari tarqatib, o'zlarini sharmanda qildi-ku deb dadasi gapirdi. Meni o'g'lim hech qayerda bularga qarshi hatto noto'g'ri yolg'on ma'lumot ham tarqatmagan, hatto sudda ham yolg'on munosabatlar bermagan, qattiq gapirmagan dedi. Otasini o'limiga o'zi sababchi, o'zi aybdor deb gapirdi. Agar bu o'sha kuni Gulira'no Qosimovani olib bormaganda shuncha voqea bo'lmasdi, shunaqa vaziyatlar bo'lmasdi dedi. Yana suddan iltimos qildilar. Agar haqiqatdan ham meni o'g'limi aybdor, buni otasini meni o'g'lim o'ldirgan degan xulosada bo'ladigan bo'lsa, go'rini ochib tekshirishni so'rayman. Hurmatli sud, shu narsaga iltimos e'tibor qarating deb gapirdi. Meni o'g'lim soliqchini biror marta tahqirlamagan dedi. Ishdan bo'shashiga aybdor emas dedi. Meni o'g'lim ichki ishlar tizimida ishlagan, soliq inspeksiyasida ishlamagan. Meni o'g'lim buni ishdan bo'shashiga aybdor emas dedi. Biror marta birorta joyda meni o'g'lim soliqchini chiqib tahqirlamagan deb gapirdilar. Bu hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu o'z xohishi bilan bo'shadim deb ketgan dedi. Xo'p.
Shu yerda yana aytdilar, soliqchi bilan dedi Gulira'no Qosimova mana shu kungacha dedi ijtimoiy tarmoqda chiqib meni urdi, tepdi, 1 metrga uchibdim, meni yechintirdi, majburlab birinchi etajdan ikkinchi etajga olib chiqdi degan juda ko'p da'volar bilan chiqdi. Mana sudda, Quva tuman sudida ham, Andijon viloyati kassatsiya instansiyasi sudida ham bu da'volar tasdiqlanmadi-ku. Mana ijtimoiy tarmoqda chiqib shuncha aksincha ichki ishlar xodimlarini bular obro'sizlantirdi-ku deb shular haqida ham gapirdilar. Tasdiqlanmadi. Mana shu narsalarga ham e'tibor bering deb aytdilar. Meni o'g'lim dedi, umuman bularni holatida aybdor emas deb hisoblayman va men bir tiyin ham pul bermayman. Meni bir tiyin pulim yo'q bularga berishga deb gapirdilar. Jasur Rasulovni xo'p, dadasi chiqib gapirdilar. Shundan keyin meni o'g'lim o'zi Furqat tumaniga ichki ishlar bo'lim boshlig'ining o'rinbosari bo'lib kelganiga bor yo'q 17 kun bo'lgandi. Bularni hatto tanimasdi ham, soliq inspeksiyasining rahbarini ham, Gulira'no Qosimovani tanimasdi ham. Meni o'g'lim halol pok o'stirganman. Hech qanday ishga, bunaqa ishlarga aralashmagan. Bular yechintirmagan ham, urmagan ham, tepmagan ham. Hech qanaqa moddiy ma'naviy zararni to'lashga imkoniyatimiz ham yo'q. Biz unaqa to'lovlarni qilib bermaymiz ham deb ular ham gapirdilar. 3 oy ishlamagan bo'lsa, bunga meni o'g'lim aybdor emas. Bularni bo'shatish vakolati meni o'g'limda ham yo'q deb Jasur Rasulovning dadasi ham xuddi shu gaplarni aytdilar. Xo'p, Gulira'no Qosimova bilan soliqchini uchrashuviga ham, ularni o'sha holatiga ham ularni olib bormagan, tashkillashtirmagan, ularni uchrashtirib qo'ymagan xizmat uyida va boshqa gaplar gapirildi. Shundan keyin sudya gapirib tugatdi. Shundan keyin sudya janoblari aytdilar, iltimosnoma kiritilgan, ya'ni taftish instansiyasiga hozir arizalar berilgani, mana shu ish bo'yicha taftish instansiyasiga arizalar berilganini va o'sha taftish instansiyasidagi sud prosesslari yakunlangunga qadar mana shu sudni, ya'ni moddiy ma'naviy zararni undirish bo'yicha bo'layotgan sud prosesini to'xtatib turish to'g'risida iltimosnoma kiritilgan ekan advokatlar tomonidan. Shuni ovozga qo'ydilar, ya'ni o'sha Qurbonali Abdurahmonov bilan advokati bu narsaga hojat yo'q, bu sudni davom ettiraverish kerak dedi. Bu yoqdagi Akmal Hajayev hamda Jasur Rasulovning otalari hamda himoyachilar bu to'xtatib turishingizni so'raymiz deyishdi. Bitta himoyachi, Jasur Rasulovning himoyachisi buni qonunan to'g'ri bo'ladi deb isbotlab ham berdi, lekin sud o'z joyida ajrim chiqarib bu sud prosesini oxirigacha davom ettirishini, tugatishini aytdilar. Shuna qilib keyingi Qurbonali Abdurahmonovning moddiy ma'naviy zarar undirish bo'yicha keyingi sud prosesi 29 aprelga soat 15:00 ga qoldirildi. Undan keyin orada bir 10 minut tanaffus bo'ldi va tanaffusdan keyin Gulira'no Qosimovaning o'sha moddiy ma'naviy zararni undirish bo'yicha Akmal Hajayev hamda Jasur Rasulovlarni ustidan kiritgan arizasi bo'yicha ish ko'rildi. Bu taxminan soat 17:15 da boshlandi. 17:15 da boshlandi. Xullas, va birinchi so'z navbati Gulira'no Qosimovaga berildi. Gulira'no Qosimova chiqib prezidentimiz, administratsiya rahbari Saida Shavkatovna chet ellarda forumlarda qatnashayotganda, chet ellarda turli tadbirlarda qatnashayotganda u qanaqa ayol bo'lishidan, qay holatdagi ayol bo'lishidan qat'iy nazar, ularni himoya qilishlarini, ularni huquqlari, erkinliklari haqida ancha vaz o'qidilar, endi gapirdilar. Shundan keyin sudya to'xtatib, to'xtang, siz moddiy ma'naviy zarar yana qolaversa Akmal Hajayevni o'sha ishlash jarayonidagi kechagi xuddi ko'rdingiz, o'sha holatdagi gaplarni yana gapirishni boshladi. Akmal Hajayev ishlayotganda bunaqa bo'lgan, ishlayotganda bunaqa bo'lgan, bu holat bo'lishidan oldin
mana bunaqa vaziyatlar bo'lgan deb boshlaganda, keyin sudya to'xtatib, yo'q, siz moddiy ma'naviy zararni undirish bo'yicha kiritgan da'vongiz to'g'risida gapiring dedi. Shundan keyin konstitutsiyaviy huquqlarimizni poymol qildi, bizni ushlab turdi, shaxs daxlsizligiga ular daxl qildi, bizni shaxs daxlsizligimizni buzib kirishdi bular. Bir ayol sifatida men hamma narsamni yo'qotdim, oilamga dars ketdi, hayotimga dars ketdi, ishdan bo'shadim, boshqa bo'ldi, shular haqida gapirdim. Meni buzuqlikda aybdor qilishdi dedi. Lekin deydi, O'zbekistonda deydi, hozir aynan ruxsat etilgan, aynan shu buzuqchilik bilan ruxsat etilgan, shug'ullanishga ruxsat etilgan boshqa joylarni nega tekshirmaydi dedi. Bular o'sha joyga kirib borishdi. Men o'z jonimga qasd qildim, undan keyin qancha dorilar ichdim, boshqa jamiyatda, oilada yurish turishimga dars ketdi dedi. Ishdan ayrildim. 5 ta modda bilan mana to'liq aybdor deb Quva tuman sudi ham, Andijon viloyat kassatsiya instansiyasi sudi ham aybdor deb topdi. Men shuning uchun mana 10 milliard pul so'rayapman, ma'naviy zarar deb. Men juda qiynaldim, boshqa deb gapirdi. Xo'p, shundan keyin himoyachilarga so'z navbati berildi, ya'ni savollarga. Aytib beringchi, 10 milliard summani qaysi holatlardan kelib chiqib so'rayapsiz? Shuni keltirib bering. Nimalar yuz berdiki siz 10 milliard so'rayapsiz? Qanday hujjatlarga yo bo'lmasa nimaga asoslanib 10 milliard pul so'rayapsiz deganda, men bandma-band sizga tushuntirib berishga majbur emasman deyaveradi. Xullas ajoyibda. Ekspertizada bunaqa deyilgan. Ekspertizada sizni o'sha kuni urib tepilmaganingiz to'g'risida xulosalar bor dedi. Siz boshqa ekspertizasini ko'ryapsiz. Ekspertiza ham soxtalashtirilgan. Menda haqiqatdan urilgan, tepilgan degan boshqa ekspertiza xulosalari bor dedi. O'shalar haqida ham gapirdi. Bu bo'yicha keyin ekspertiza xulosalarini soxtalashtirilgan deb aytyapsizmi deganda, ha shunaqa deyapman deganda, keyin bu bo'yicha dedi huquq tartib, xo'p ekspertiza xulosalari soxta bo'ladigan bo'lsa, bu bo'yicha huquq tartibot organlariga murojaat qilgansizmi? O'sha ekspertiza o'tkazgan ekspertlar bu qonuniy javobgarlikka tortilganmi dedi. Men murojaat qilganman, lekin hali hech qaysiga chora ko'rilgani yo'q dedi. Xo'p, ekspertizada dedi sizda ruhiy buzilish bo'lmagan, sizni holatingiz yaxshi ekanligi, ya'ni bu parasuitsid ekanligi to'g'risida, ya'ni siz o'z joningizga qasd qilmagansiz va aksincha o'sha atrofingizdagilarni o'zingizga qaratish maqsadida qilingan degan savol javoblar ham bo'ldi. Men o'zimni javobimni berdim. Siz qanday tushunasiz, qanaqa tushunasiz, o'zingiz bilasiz dedi. Parasuitsid to'g'risida xulosa bor deb gapirishyapti. Xo'p. Keyin o'sha hammangizni xabaringiz bor, o'sha sobiq ichki ishlar xodimlari 5 ta modda bilan javobgarlikka tortilgan. O'shalarda aytilyapti. Xo'p, ichki ishlar xodimlari o'z xizmat vakolatidan chetga chiqish, foydalanish deganda sizni qaysi holatingizga zarar yetdi dedi. Da'vo qilayotgan summangizni qayerdan olib 10 milliard deyapsiz? Qanday chiqarib bering shu narsani dedi. Men o'sha 10 milliard so'rayapman. O'zi aslida undan ham ko'p so'rashim kerak edi. Siz masalan qizingiz shunaqa holatga tushishini 10 milliard so'mga almashtirarmidingiz degan bir javoblar berdi. Oilaga qanday dars ketdi deganda, men bu haqida javob berish xohlamayman dedi. Yo'q, tushuntirib bering, siz aytyapsiz-ku o'zingiz gapingizda. Men oilamga dars ketdi, yurish turishimga dars ketdi, yo boshqa dars ketdi deyapsiz. Tushuntirib bering shuni deganda, men bu haqida gapirish xohlamayman dedi. Oilangizga qachon dars ketdi deb savol berdi. Bu savolga ham javob bermayman dedi. Ertaga
farzandlarim ulg'ayganda shuni onasi deb gapirishadi, boshqa mana shunaqa gaplar ham ketdi. Ishdan ketishingizni, ishdan bo'shashingizga Akmal Hajayev hamda Jasur Rasulovlarning nima aloqasi bor deb savol berdi. Men mana shu voqealar orqasidan hozirgi kungacha ta'qiblar bo'lyapti. Bular ikkalasi dedi, eng qiziqarli bo'lgan joyi, men hayron qoldim shu javobga. Bu ikkalasi qamalgani bilan deydi, ularni rahbarlari, ularni kattalari, boshliqlari hali ishlayapti-ku deydi. Bu ikkalasi qamalgani bilan boshqalari, ya'ni ichki ishlarni boshqa xodimlari orqali ta'qiblar bo'lib, boshqarma boshlig'iga ta'qiblar bo'lib, buni hech qayerga ishga olmayapti ekan. Shuni orqasidan. Ishdan bo'shashingizga nima aloqasi bor dedi sudlanuvchilar. Siz ishdan qachon bo'shadingiz deganda, shu mart oyinimi aytdi, adashmasam. Nechinchi 17-mart edimi? Shunaqa deganda, xo'p, o'sha paytda sudlanuvchilar qayerda edi? Sizni qanday qilib ular bo'shatib qo'yishi mumkin ishdan? Dedi, qamoqdagilarni bosimi bilan bo'shatishdi deb aytayapti. Ularni boshliqlari ham ishlab yuribdi-ku hozir. O'shalar ta'siri bilan bo'shadim ishdan deyapti. Keyin meni shundan keyin Akmal Hajayevning dadasi savol berdi. Meni o'g'lim sizni ishdan bo'shatdimi deb so'raganda, o'sha hali ham o'sha boya gap, men javob berib bo'ldim bunga dedi. Xizmat uyiga sizni meni o'g'lim olib bordimi deganda, unga ham meni shaxsiy daxlsizligimga daxl qildi, shunaqa gaplar bo'ldi. Akmal Hajayev men shu yerda aytayapti, men umrimda deydi, Gulirano Qosimova aytayapti, men umrimda Akmal Hajayevga o'xshagan xodim ko'rmaganman deb yana uni shu obro'sizlantiradigan gaplar gapirib ketdi shu joyda. Men ham hayron qoldim, to'g'risini aytsam. Ekspertiza xulosalari soxta dedi. Men bunaqa xodim ko'rmaganman dedi. Keyin Akmal Hajayevni dadasi chiqdi so'zga. Ular aytdi, mutlaqo bu da'volarni tan olmayman dedi. Gulirano Qosimova qilayotgan da'volarni, o'sha sudga kiritgan da'vosini tan olmayman dedi. Bu holatga tushishiga o'zlari sababchi dedi. Buni masalan Qurbonali Abdurahmonov bilan Gulirano Qosimovani xizmat uyiga meni o'g'lim olib borib qo'ymagan, bu narsani meni o'g'lim tashkillashtirmagan dedi. Birorta ijtimoiy tarmoqqa chiqib, meni o'g'lim, na Jasur Rasulov chiqib gapirmagan dedi. Shu yerda gapirgan, sizlar chiqqansizlar deganda, keyin sudya aytdi, biz hozir Jasur Rasulov hamda Akmal Hajayev haqida gaplashyapmiz. Bular dadalari haqida gaplashayotganimiz yo'q dedi. Keyin chiqqansizlar deb o'sha ishdan ketishiga Akmal Hajayevning aloqasi bormi degan savollar bergandi. Yo'q, hech qanaqasiga meni o'g'lim buni ishdan bo'shashiga aloqasi yo'q dedi. Bir marta Jasur Rasulov ijtimoiy tarmoqda chiqib bir marta gapirgan ekan va unda ham umuman bular haqida gapirmagan ekan. Shu haqida ham ozgina gapirib, bular sazoyi ham qilmagan dedi. Bular haqida gapirmagan ham Jasur Rasulov bir marta chiqqani bilan birorta joyda dedi, bularni sha'nini obro'sizlantiradigan gaplar gapirmagan, sha'niga, qadr qimmatiga qasddan ataylab qasd qilmagan deb gapirdi. Keyin undan keyin Jasur Rasulovning otasi chiqdi, xuddi shu, ular ham o'sha Gulirano Qosimovaning da'vosini tan olmasliklarini aytdilar. Xo'p, hech qayerda bular haqida Jasur Rasulov o'sha hurmatsizlik qilib har xil gaplar gapirgani yo'q. Bular hozir da'vosi umuman noo'rin dedi. Bular o'zlari YouTube'ga chiqib, o'zlarini sharmanda qildi-ku. Meni o'g'limga nima aloqasi bor? Bular YouTube'ga chiqib, butun olam bular haqida ko'rgan bo'lsa, bularga Akmal Hajayevni ham, Jasur Rasulovni ham hech qanaqa aloqasi yo'q dedi. Shu yerda savol berishdi.
himoyachilar o'g'lingiz oldin Gulira'ni Qosimovani taniganmi dedi. Yo'q, tanimagan. Chunki Furqat tumaniga ishga kelganiga endi bor yo'g'i 17 kun bo'lgandi. Qanday qilib tanishi mumkin buni dedi. Va biror marta qaslashgan bo'lishi mumkin. Yo'q, qaslashganmi yoki qanaqadir shaxsiy adovati bo'lgan bo'lishi mumkinmi deyilganda, yo'q, hech qanaqa shaxsiy adovati ham bo'lmagan. Biror marta qaslashmagan ham, buni bu haqida bilmagan ham, buni obro'sizlantirmagan ham. Boshqa holatlar ham bo'lmagan. Mana urib yechintirildi, boshqa qilindi degan holatlar ham sudlarda o'z tasdig'ini topmadi deyishdi. Keyin otalari chiqib, Gulira'ni Qosimova savol beryapti. Sizlar chiqib faxshda meni aybladinglar internetga. Ikkita ota chiqib meni faxshda aybladi dedi. Keyin ular aytdi, biz dedi unaqa gapni aytganimiz yo'q. Xullas o'sha internetda chiqqan holatlari bo'yicha Jasur Rasulovni dadasi aytdi. Sizlar shuncha marta chiqib meni o'g'lim Akmal Hajayevni obro'sizlantirdinglar, yolg'on ma'lumot tarqatdinglar, tuhmat qildinglar. Biz o'sha shu holatlarga odamlarning munosabati boshqacha bo'lmasin degan ma'noda chiqib gapirganmiz. Lekin biz unaqa gaplar gapirmaganmiz dedi. Va bu yerda ham yana o'sha advokatning iltimosnomasi ko'rib chiqildi. Ya'ni taftish instansiyasiga Akmal Hajayev ham, Jasur Rasulov ham ariza kiritgan. Ya'ni o'sha kassatsiya instansiyasi sudini, Andijon viloyatidagi kassatsiya instansiyasi sudini qaroridan norozi bo'lib, yuqori turuvchi instansiyaga, ya'ni taftish instansiyasiga ariza kiritilgani va o'sha instansiya sudi tugamaguniga qadar bu sud jarayonlarini to'xtatib turish to'g'risida yana ovozga qo'yildi. Yana shu Gulira'ni Qosimova hamda advokati bu holatga qarshi bo'lishdi. Akmal Hajayev hamda Jasur Rasulovning otalari hamda himoyachilari qoldirishni so'rashdi, lekin sud yana o'z joyida ajrim qilib, bu moddiy ma'naviy zararni undirish bo'yicha qilingan davom etayotgan sud prosesini oxirigacha davom ettirishini, ya'ni ularni iltimosnomasini o'z joyida rad etdi. Keyingi sud prosesi 29-aprel kuni 15:30 da bo'lishi belgilandi. Bir qancha hujjatlar kerak ekan, o'sha hujjatlar ham aytildi, olib kelinsin deb. Shundan keyin sud tugagandan keyin sudya janoblari chiqib ketdilar. Shu yerda turgan paytimizda Akmal Hajayevning dadasi jahl bilan kirdilarda, qarang nima deyapti, bu qanaqa odam bu, bunga nima deyish kerak deb jahllari chiqib gapirib kirdilar sud zaliga. Biz hali chiqmaganmiz, men advokat bilan gaplashib turgandim. Siz menga qachon intervyu berasiz? Bir siz bilan intervyu qilaylik. Fikrlaringiz va mana shu birinchi instansiya sudidan mana shu kungacha siz har doim Jasur Rasulovning advokati bo'lib kelyapsiz. Hamma holatlardan xabaringiz bor. Quva tumanida bo'lgan sudlar to'g'risida. Endi Andijon viloyatidagi sudni men yoritib boryapman. Mana hamma ko'rdi. Lekin Quva tumanidagi sudni ijtimoiy tarmoqda boshqacha talqin qilib tarqatishdi deb aytishyapti bular. Siz o'zingizni huquqshunos sifatida fikringizni aytsangiz mana shu holatlar bo'yicha deb aytgandim. Mayli, sal mana bu sud proseslari oxiriga yaqinlashaversin, keyin bitta intervyu qilamiz deb shu haqida gaplashib turgan paytimizda kirdi. Shu yerda rosa jahllari chiqib gapirdilar. Gulira'ni Qosimova koridorda Akmal Hajayevning dadasiga isqirt deb ketibdi. Xo'p, biz mana shu Sezgir.uz saytida chiqayotgan ovozli xabarlarda eshityapmizda, eshitdimda, men u kuni eshitgandim. Ya'ni otalarda ayb yo'q, otalarni men aybdor demayman, farzandi uchun joni achyapti-da, boshqa deyapti-ku, lekin o'zi Akmal Hajayevning dadasiga shu gapni aytib ketdi. Men adashmasam, Akmal Hajayevning dadasi kecha chiqib 102 qildi. Advokatlar bilan o'sha joyda maslahatlashdi. Agar haqiqatan ham shu gapni aytgan bo'lsa, menimcha javobgarlik masalasi bor bu holat bo'yicha. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Sud moddiy, ma'naviy zarar undirish bo'yicha o'tgan safar sudni birinchi kuni bo'lgan ekan, lekin ba'zi bir o'sha qatnashchilar, jabrlanuvchilarmi, aybdorlarmi qatnashmagani uchun to'xtatilgan ekan. Kecha bu ikkinchi proses bo'ldi va sudda mana shunaqa holatlar bo'ldi. Endi siz nima deb o'ylaysiz? Men bugun sizlarga yuzlanib bitta savol bermoqchiman.
Xo'p, ichki ishlar xodimlarining otalari bugungi kunda nevaralarini, o'sha farzandlarini, oilasini boqib turgan otalar hozir moddiy, ma'naviy zararni to'lashlari kerakmi? Yoki qancha summada, balki 10 milliard kammi? Siz nima deb o'ylaysiz? Undan ham ko'proq to'lash kerakmi? 10 milliard summani ga arzirli ish bo'ldimi? Aynan Akmal Hajayev hamda Jasur Rasulovlar bu keysda Gulira'no Qosimova hamda Qurbonali Abdurahmonovni haqiqatdan ham ijtimoiy tarmoqlar orqali o'sha sharmandalik videosini deymizmi endi, o'sha videoni xullas kalom tarqatgan deb o'ylaysizmi? Va ana shu videolarni tarqatilishida ularning qo'li bor deb o'ylaysizmi? Hozir moddiy, ma'naviy zararni kim to'lash kerak? Qanday to'lash kerak? O'zi bu keys nimadan kelib chiqdi? Sizni o'zingizni fikrlaringizni, mulohazalaringizni kommentariyalarda, izohlarda yozib ketasiz degan umiddaman. Meni o'zimni fikrim hali oxirroqda aytamiz bu haqida. Batafsil kecha suddan kelgandan keyin ham o'tirib kompyuterda ancha narsalar yozdim. Hali vaqt soat kelganda ular hammasini o'qib sizlarga aytib beraman. Qonunlarga asoslanib qani ko'ramiz. Meni nazarimda sudya juda adolatli ko'rindi. Kecha ko'rganimda men o'ylayman, sud albatta adolat uyi. Mana shu holatlarni atroflicha to'liq o'rganib chiqib, moddiy, ma'naviy zarar undirishga haqlimi yoki qancha miqdorda moddiy, ma'naviy zarar undirishi mumkinligini qonuniy asoslab adolatli hukm chiqaradi degan umiddamiz. Hammangiz sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Bu sud proseslarini imkon qadar Allohim qancha kuch-quvvat bergunga qadar oxirigacha yoritishga qaror qilganman. U xoh moddiy, ma'naviy zarar undirish bo'yicha sud bo'lsin, xoh taftish instansiyasi, xoh oliy suddagi sud proseslari bo'lmasin. Mana shu keysni men oxirigacha ko'rib va hammaga o'sha ko'rgan holatimdagi vaziyatlarni to'liq aytib berishga qaror qilganman va buni oxirigacha yetkazishga imkonim qadar harakat qilaman. Charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.